Mana bu $1000 pul. Bitta o'yin o'ynaymiz. Iftorlikkacha. Kim yolg'on gapirsa-yu, o'sha yolg'onidan men rost topa olmasam, mana shu pul o'shaniki. Aha, yolg'on bo'lishi kerak. Bormi yolg'on? Men boshlab bering. Bormi yolg'on? Bor. Bitta qush sherni ovlab bolalariga yediribdi. Yo'q. Qush sherni ovlab bolalariga go'shtini yediribdi. Bo'lishi mumkin. Qush Qanaqasiga bo'lishi mumkin? katta burgut sherni bolasini bemalol ushlab ko'tarib olib ketishi mumkin. Bolalarga yedirgan, yaxshi. Normalniy. Manda zo'ri bor. Xo'sh. Xullas, qadimda eshak podsho bo'lgan ekan. Bo'lishi mumkin. Mana misol uchun podsho boshida toji bor, ha? Do zerikib oyna oldiga kelib, pastga do qaragan paytda boshidan toj tushib ketgan. Pastda eshak yurgan bo'lgan. To'satdan haligi boshidagi toj eshakning boshiga kiyilib qolgan. Yugurib haligi tojni olaman degungacha 1 daqiqa bo'lsa ham eshak podsho hisoblanib turgan. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Menda zo'ri bor. O'zim bilan bo'lgan voqea. Bularniki o'tgan davrda ekan. Xullas bir kun kamon bilan tepaga qarab o'q otdim osmonga. O'q yo'q, bir kun kutaman yo'q, 2 kun kutaman yo'q. Roppa rosa yarim yil deganda tushdi o'q. Nima bo'pti? Bo'lishi mumkin. Demak, sen erta bahorda o'q otgansan, daraxtning shoxidagi barglarga ilinib qolgan. Kuzda barglar tushgandan keyin o'q ham tushgan. Ishonsa bo'ladi. Bo'ldimi? Gapir bo'ldinglar hammalar? Bormi yolg'on? Bu pul meniki. Xo'p, oldin yolg'oningni gapir. Asadil aka mendan $1000 qarz olganlar. Qachon? Esingizda yo'qmi? Yo'q. Olganmanmi sizdan $1000? Yo'q, bo'lmagan gap. Yolg'onmi gapim? Yolg'on. Agar gapim yolg'on bo'lsa, bu meni sovrinim. Agar gapim rost bo'lsa, bu mendan olgan qarzingiz. Akasi, salomat bo'lasiz. Yedimi? Iftor manda. Niki yomon qildi. Mana, yedim. Nima bo'ldi hozir? Ey opa, hali yangisizda. Keyin tushunib olasiz.